nima deyapti bu? Mashinani qayerga qo'ydim endi? Tak. Xullas, mana shu holatdaman. Bundan oldingi yaqindagina bitta video oldim, deb o'zim olmayapman men. Ko'rinmabdi. Hozir endi chiroyli qilib olamiz. Bugun obzorimizda deydi Matiz. Shotki Matiz, yaxshi holatda Matiz. Pul sarf qilingan Matiz. To'liq video YouTube'da bo'ladi, bemalol kirib YouTube kanalida tomosha qilishingiz mumkin. Nima deyapti bu? Bismillah o'tirib oldim. Haliginda sharmanda qilib kamerani nastroyka qilmayapman. Videoga shunaqangi aylanib olib ketman bor, bir joylardan videoga olib ketman-da. Qarasam, kelib endi video nima bo'lyapti ko'rsam. Video olinmayapti-yu. Olingan, mana shuncha joy olingan-da. O'zingizlar tasavvur qiling, mana shuncha joy olingan. To есть rulam ko'rinmayapti. Faqat mana bittan, to есть manatgacha olingan. Bo'ldi, kamerani kimga qizig'i bor? Men aytdim, rosa gapiribman, hamma. Bu ham yaxshilikkadir. Qani boshladik. Mashinani kengroq joyga olaman, umuman mashina haqida ma'lumot berib qo'yay deganim. Buni sразу kelinglar ko'rib qo'yaveraylik va uni hop Matiz Best. Характеристика. Qaranglar. O'qib beraman. Matiz Best. Это самая мощная и динамичная версия популярного городского хэтчбека, оснащенная 1-литровым мотором. Значит, автомобиль отлично подходит для плотного городского потока, отличаясь маневренностью и малым расходом топлива. Основные технические характеристики Best, значит, 4-цилиндрli top motori, bu ham 4-цилиндрli, benzinli, расходы, qaranglar. Biz o'ylaganchalik kam emas. Bu yoqda yozgandaqa ham kam emas. 6-7 litr bu 100 kilometrga bo'lishi mumkin, lekin po trasсе deb 4.5 bu bo'lmagan narsa. 6-7 litr 100 ga trassada haqiqatan rasxod qiladi, lekin shahar ichida где-то 8 ta, 9 ta, 10 tagacha rasxod qilaveradi bu ham. Chunki baribir bizda svetofordan svetoforgacha yurish bor, birinchi, ikkinchi skor har doimgidek любой joyda ko'p rasxod qiladi. Mexanitskiy korobka, buni biling, hamma biladi. 63-64 ot kuchi. O'ta qiziq. 750-770 kilo ekan. Qoyil. Endi buni kelinglar ozgina haydab ko'rsataman. Bu mashinani kimlar haydamagan, ha? Aytinglar, millionerdan boshlab milliarderlargacha hamma haydab chiqqan bo'lsa kerak. Mashinaning ichi juda ham issiq. Eng qizig'i bu mashinaning kondiyori ham bor. Best full paket. Ve full paket degan modeli bu. Aka 1 minut kelaman aka. Mana shu video olib kelmasam bo'lmaydigan hozir asha. Bismillah. Voy, har doimgidek. Kamarni taqib olamiz. Eng asosiysi kamar taqish. Kamar taqmasangiz, hozir aytdi, birortasi ko'rib qolsa shu yerda olib ketadi. Undan ko'ra kamar taqib yuraveraylik. Keyin qiziq ma'lumot kamar haqida ham bor. Keyin bu ma'lumotdan keyin balki taqib yurasiz. Agarda Xudo ko'rsatmasin avariyaga uchraydigan bo'lsangiz, agar Xudo ko'rsatmasin, iloyim bunaqa narsaga yaqiniga ham yo'lamay unaqa narsani. Chunki avariya holatda o'rnidan chiqib ketish holati bo'ladi. U o'ta yomon narsa.
umuman olganda kamera saqlaydi o'zini. Sizni saqlaydi. Keyin sekin tezlikda ham kelib turib, biror narsa bilan to'qnashganingizda baribir kamera joyida qatiydi, sizni rulga peshanaga yoki boshingiz tegishini oldini oladi. Matiz'ni bugun videoga olishimdan asosiy maqsad nima? Sizlarga nima haqida gapirmoqchiman? Bugun sizlarga aytadigan narsalarim bu Matiz'ni hozirgi paytda sotib olsa bo'ladimi? Ya'ni 2026-yilga to'g'ri keladimi bu mashina? Qanaqa vaziyatda? Qanaqa Matiz sotib olgan yaxshi yoki вообще olmaslik kerakmi degan savollar bo'ladigan bo'lsa, hammasini adashtirmoqchi. Chapga yurishimiz kerak. Shunaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, hammasiga javob topishingiz mumkin. Xudo xolasa, foydali kontent bo'ladigan umiddaman. Mashina 2010-yil, lekin 2010 lekin vallohu alam 2014 mi degan esimda yo'q to'g'risi. Egasidan so'rab olaman deb esimdan chiqib qoldi narsa. Hozirgi paytda olsa bo'ladimi degan savolga endi men ma'lumotlar aytib ketaman, unga qarab o'zingizlar yoki olsa bo'ladi yoki olsa bo'lmaydi degan narsaga xulosaga kelasizlar. Nima uchun? Chunki birinchidan mashina byudjetli mashina. Oilaviy ishlarga, nonga chiqib kelgani deydigan ishlarga juda ham zo'r. Oilani boqishga ham juda ham zo'r mashina. Mashina kengroq mashina. Oilani boqish uchun ham juda ham zo'r. Nimaga desanglar, birinchidan ishsizlar, hozirgi paytda nimadir bo'lib ishlamayotganlar ozgina pul bilan sotib olsa bo'ladi. Hozirga adashmasam 3000 ga yaxshi holatda ham Matiz beradi. 3000 dollarga. 3000 dollarga sotib olganingizdan keyin olasiz, taksiga chiqishingiz mumkin bemalol. Taksi Yandexda ishlashingiz mumkin. Kuniga 100 ming, 200 ming pul topishingiz mumkin. Bu albatta odam o'ziga bog'liq. Kim qancha topishi, kuniga necha soat ishlashi odamning o'ziga bog'liq. Endi ozgina tashqi taraf haqida, keyin tashqi tarafdagi kamchiliklar haqida gapirgan bo'lsak. Mashinaning kamchiligi, agar kimda-kim Rossiyada mashina haydab ko'rgan bo'lsa, umuman Matizda. Hozir biz O'zbekiston sharoitida unaqa narsa kam, lekin chirib ketish paroglari vashi o'ta ham tezlik bilan chirib ketadi. Agar kimda-kim Rossiyada agar Matiz haydab ko'rgan bo'lsa biladi. Shu taglari, arkalari juda ham tez chirib ketadi. Men o'zim haydab ko'rganman, o'shaning uchun bu narsani ko'zim o'rgangan bunga. Eshiklarni ichigacha urib borib, ana eshik ajrab qoladi xullas. Shunaqa darajada taglari chirib ketadi, teshilib qoladi. Unaqa narsa Rossiyada bor, lekin bizda O'zbekistonda unaqa narsa yo'q. Diskalarni ham qaranglar, 13. Bizda hozirgi paytda topsa bo'ladigan balonlardan, ya'ni eng oson topiladigan balonlardan desa ham bo'laveradi. O'zbekiston sharoitini aytyapman. Endi Rossiyani aytadigan bo'lsak, Rossiyada 13 balonlar ba'zi paytda, ya'ni qish paytida 15 balondan ham qimmat bo'lib ketib qoladi. Men boshimdan o'tgan bu narsa. Zimniy balon olaman deb 15 balondan ham qimmatga sotib olganman o'zimga 4 ta balonni. Mana salonni endi aka o'zi uchun chiroyli qildirib qo'ygandi. Bunaqa chiroyli ranglar tanlab, bir xilda qilib. Endi orqadan ochmay qo'yaveraman. Metan, subwoofer bor. Muzika Bluetoothda ham bilmayman nima qilgan akam. Xullas Bluetoothda ulash uchun целый programma yodlash kerak bunga. Undan ko'ra muzika eshitmay qo'yaveraylik, to'g'rimi? Muzika eshitmasam. Menimcha eshitmagan yaxshi. Endi Matiz'ni men hozir aytib o'tgandek, sizlar olmoqchi bo'lgan taqdiringlarda kamida 2000, 3000 pul bo'lishi kerak. Agarda yo
aka yo uka yo oshna 2,5-3 ming pulim yo'q. Kreditga variantga olsam bo'ladimi desiz. Kreditga variantga olsangiz bo'ladi, lekin yaxshilab o'ylab ko'rishingiz kerak. Nimaga o'ylab ko'rish kerak? Chunki hisob kitobingizni oson bo'lishi uchun mana men sizlarga bitta narsa aytaman-da. Yandexda ishlagan holatda kuniga 100 ming so'm pul topsangiz bo'ladi. Toza qo'lingizga tegadigan pul 100 ming bo'lishi mumkin. Bu ham qachon? Bu ham o'sha kuni bo'yi ishlasangiz, yaxshi ishlasangiz. Nimaga? Chunki Matizda hozir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, iloji yo'q. Injiq odamlar chiqib qoladi. Undan tashqari отказ qiladiganlar chiqib qoladi. Kuniga misol uchun 100 ta zakazingizdan kamida 10 tasi отказ bo'ladi. 10 ta 15 tasi. Ovozimni ham qarang. Shunga tayyor bo'lish kerak. Birinchi o'rinda asab saqlash kerak. Undan keyin endi o'ziga odam plan qo'yish kerak-da. Mana shunaqa summa topar ekanman deb kreditga o'zi olmaganingiz ham yaxshi. Lekin agar mabodo shunaqa holatda siz kredit olmasangiz bo'lmaydi, oilani boqmasangiz bo'lmaydi. Agar shunaqa bo'lsagina mayli kreditga oling, faqat oylik to'lovini, uydagi sharoitingizni, hamma yo'q hisobini oling, iltimos. Juda ham qiynalib qolib, keyin Matizda ham sotib, uyda yana oshiqcha o'zingizga boshoriq qilib shart emas. Bundan ko'ra mashina haydamang, maza qilib piyoda yuring, boshqa ish qiling, oilani shu orqali boqing. Yana bittasi Matiz. Endi xohlaymizmi, xohlamaymizmi, yili eskirib qoldi mashinani. Injiq bo'lib qoladi. Mashina ham injiq bo'lib qoladi haligi. Hadovoylarini qarab turish kerak bo'ladi, tez-tez qani bosib ko'raychi. Hadovoylarini qarab turish kerak bo'ladi. Mana hozir skorga, 3-skorga qiyin tushyapti ana. Tortillab qolyapti tormozlari mana. Tormoz yaxshi holat ekan. Demoqchiman, rasxod qilib turishingiz kerak bo'ladi. Bu ertaga olib turib, "Tiniq mashina aka, eng zo'ri bu, bundan zo'ri yo'q" desa ham baribir tekshirib olavering. Chunki Matizda bilaman-da, shunaqa odamlar oladiki, baribir oila boqaman deb yaxshi niyatda olinadigan mashinada bu. Malibu'mi boshqa mashina bo'lsa ekan, u ma'lumki qanaqadir biznesmen, kimdir puli bor odam oladi-da. Matizda lekin unaqa odam olmasligi aniq. Shuning uchun 7 o'lchab 1 kes deganda 7 marta o'ylab tekshirib hamma narsani olish kerak. Rasxodlari ancha arzon. Tan olish kerak. Ustaxonada milliardlab pul tashlab chiqib ketib qolmaysiz. Millionlab ham pul tashlab ketib qolmaysiz. Agarda motor qilmaydigan bo'lsangiz, unaqa juda katta sarflamaysiz. Rasxodniklari arzon, zapchaslari arzon, usta xizmati arzon. Olasiz, ustasini любой joyda topasiz, любой joyda usta sizga Matizda qilib beradi. Agarda aqlingiz yetsa, o'zingiz ham qilib ketaverasiz-da Matizda. Xuddi legoshka nimaga o'xshaydi? Lego igrushkaga o'xshaydi. YouTube'da Matizda yozsangiz, juda ham katta bazadagi nima beradi? Videolarni beradi. Aqlingiz yetsa, o'shani yechib, o'zingizdan asbob ustungiz bo'lsa yechib, bo'shatib, boshqatdan yana yasab olaverasiz bitta Matiz. Demoqchiman, dostуп oson, sekin kirish. Matizda hamma motor-patorigacha ham kirib ketaverasiz. Kamerani ko'rib hamma hayron mana. Qajaga asaman. Joningiz bo'sh ekan. Mana men keldik mana Xudo xolisa. Usta xizmati arzon dedim. Hamma narsasi arzon dedim. Rasxodlari arzon. Yo'lda
o'zidan tutishi yaxshi. Lekin bitta narsani bil, agar hadovoylaring yaxshi bo'lmasa, 100 dan o'tganlaringda, 100 tezlikdan o'tganlaringda rul yaxshigina qimirlaydi. Doim esda tursin. Razval qilmasangiz agar mashinani. Именно Matizda men shu narsani kuzatganman, chunki o'zimni boshimdan o'tgan narsa. Sxod razval, sxojение deydimi? Men o'shani qilmasangiz, demoqchiman, ballonni eng tez yuboradigan menimcha mana shu mashina. Bundan boshqa mashina bunaqa tez darajada ballonni yubora olmaydi. Men hayratda qolganman. Bir kun ichida bitta yangi ballonni почти kalq bo'lganda, ichki tarafini bundoq yotib qoladi-ku, bundoq bo'lib qoladi. O'shanda ichki tarafi yedirilib ketgan. Men hayron qolganman. Hozir shunaqa bo'ladi desam, ustaga aytgan, yana ozgina yurganingizda portlab ketardi deb bari hazillashib. Xullas, shunaqa gaplar. Kimga Matiz ma'qul, kimga ma'qul emas. Kimi bunga qurbi yetadi, kimiki yetmaydi. Albatta hamma o'zi biladi. Yuqoridan biladi. Shunga maslahatim byudjetga qarab, sharoitga qarab ish qilaveradi. Matiz zo'r mashina. Hech kimga bu yomon, bu yaxshi, buni ol, buni olmagin demayman. Men shunchaki mashina haqida o'zimni bilganlarim, boshimdan o'tganlarim haqida gapirib beraman. Endi qolgani albatta o'zingizlarga bog'liq. Chunki hammamiz ham ongli odammiz, hammani o'zini fikri bo'lish kerak, o'zini fikrida turadigan odam bo'lish kerak. Hammaga rahmat. Video yoqdi degan umiddaman. Kimi qanaqadir savollari bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin.